Bunaqa dizayndagi va bunaqa katta oshxona mebellar barcha ayollarning orzusi bo'lsa kerak. Navbatdagi mijozimizning orzularini amalga oshirib berdik. Bu kuxnyamiz eniga 6 metr, bunaqasiga 4 metr, balandligi 320. Ko'rib turganingizdek, mana shu dizaynni chiqarish uchun 6 metr joy bo'lishi kerak. Buni kombinatsiyasiga bitta ahamiyat berasizlar va bu tarafda ham hammasi o'ylangan va o'rtaga katta stul qo'yishlari uchun astrovka pul to'lattirmadik va kerak emas dedi. Astrovka nima qilasiz deb o'shaning uchun bizga G-образный qilib mebelni yasattirdilar. Krashinli kuxnadan ko'rib turganingizdek 3D fasadni o'yib turib chiqarilgan. Har bitta fasadimizni o'rtacha 3 soat, 4 soatdan o'yadi va buni roverimizni necha kunlab o'yadi. Har doimgidek bulun furnituralardan foydalanganmiz. Ko'rib turganingizdek, ruchkalarni ham arzoncha ruchkalar qo'yilmaydi. Stoleshinsalarimizni ham kvarts qilib berganmiz. Fartular bilan birga bir qilib berilgan va moykalar tegidan qotiriladiganlik qilib berganmiz. Bu tarafga xolodilnik, bezzazorniy xolodilnikdan qo'yib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, patologgacha hammasi ishlaydigan qilib berilgan. Tepa tarafda ventilyatsion sistemani o'ziga ham bitta ancha mehr berilgan. Unga alohida qatnab ustalarga mana shu zadachani chiqartirganmiz. Sizlarga ham shunaqa sifatli mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bitirib beramiz tezlikda.